Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Alloh taolaning ism sifatlarining go'zalligi. Alloh taolaning ism sifatlari barcha go'zal va ijobiy ma'nolarni o'z ichiga olgan bo'lib, ma'nisi yomonlikqa yoki ziyon zahmatga dalolat qiladigan ism sifatlardan xolidir. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning duosida yomonlik sana mansub emas deb duo qiladiganligi bayon qilingan. Bu hadis Alloh taolaning zotiga yoki sifatlariga yoki ismlarga yomonlikni mansub qilishga bo'lmaydiganligini ifodalaydi. Chunki Alloh taolo har tarafdan mukammal zot bo'lib, ismlarining hammasi va sifatlarining hammasi mukammaldir. Madhiyaga loyiqdir. Alloma ibn Taymiya Allohning ismlari ichida yomonlikni o'z ichiga olgan ism yo'qdir degan. U yana Allohning ismlarining hammasi faqatla maqtiladigan ismlardir. Shunga ular go'zal ismlar deyiladi degan. Zahar 1. Sahih Muslim 771 hadis. Ulamolar qattiq jazolag'uchi degan kalima Allohning ismlaridan sanalamdi degan masalada ixtiloflashgan bo'lib, eng to'g'risi shuki, u kalima Allohning ismi emas, balki uning azobining sifatidir. Bu İbn Taymiya, İbn Qayyim va boshqa tadqiqotchi ulamolarning qarshidir. Doktor Ömer Ashqar mundaq degan: Allohning ishlarining va ismlarining sifatlari uning ismlaridan sanalmaydi. Masalan, qo'shtirnoq ichida qatorliqlar Allohning ismlari deyilmaydi. Zahar 1. Alloma Salman Avdaning nomli asri 17-bab. 2. Doktor Ömer Ashqarning nomli asri 61-bab. Alloh taolaning ism sifatlari bilan duo qilish. Ulamolar Alloh taolaning ism sifatlarini atab, ularni shafi keltirib duo qilishning joizligini va Alloh taolaning ism sifatlaridan xohlaganlarini atab duo qilsa bo'ladiganligini bayon qilgan. Payg'ambar alayhissalomning Alloh taolaning shunday duo qiladiganligi haqida hadislar kelgan. Saudi Arabistonning katta ulamolardan Alloma Muhammad ibn Solih Usaymin mundaq degan: Allohning ism sifatlari bilan duo qilishning yo'li duoning oldida yoki keynida Allohning ismlarini yoki sifatlarini vasila qilib, uningdan tilaklarini tilashdir. Masalan, ey gunohlarni nihoyat mag'firat qilguvchi Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgin. Ey rahim qilguvchi Alloh, menga rahim qilgin. Ey Rabbim, gunohimni mag'firat qilgin. Menga rahim qilgin. Chunki sen haqiqatan gunohlarni nihoyat mag'firat qilguvchisan, nihoyat rahim shafqatlisan deganga o'xshash. Qur'oni Karimda bütün payg'ambarlarning Alloh taolaning ism sifatlarini vasila qilib duo qilganligi bayon qilingan. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Rabbiga haqiqatan menga bala, kesal tegdi. Sen shafqat qilguvchilarning eng shafqatlisan deb duo qilgan edi. Degan oyat shularning misoli. Ulamolar yana mundaq deydi: Alloh taolaning ism sifatlari bilan duo qilgan odamning tilaganlari ashu ism sifatlarga munosib kelishi lozim. Masalan,
her bir isim bilan shuningga munosib kelgan tilakni tilash kerak. Bu rahim shafqatlik Allah. Manga rahim qilgin. Rizq berguchi Allah. Manga rizq bergin. Hikmatlik ish qilguchi Allah. Mening ishlarimni hikmat bilan o'rinlashtirgin deganga o'xshash. Shunimi askarchi kerakki, vasilaning eng yaxshisi va eng unumliki o'zining yaxshi amallarini vasila qilishdir. İmam Buxoriy va İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomdan o'nkirdagi 3 kishining qissasini rivoyat qilgan bo'lib, qissaning mazmuni mundaq. Musa alayhissalomning qavmidan 3 nafar odam yo'lda ketayotganida ushtumtut qattiq yomg'ir yig'ib ketib, ular bir o'nkirga kirib oladi. Zahat 1. Enbiya suresi 83. ayet. 2. Allame Muhammed Ratib Nablisi'nin namlık eseri 13. bet. Şu esnada tağ üstüdün bir yoğan taş dumulap düşüp, önkürünün eğizini tosu aladı. Ular önkürdün çıkıp ketişke hiçqandaq çarı tapalmay. Her biri özünün halis Allah razılığı üçün kılgan yaxşı emellerini vasıtı kılıp, Allah'a kamali ixlası bilen dua kılgandın keyin, ularning duası icabet bulup, önkürünün eğizi içildi ve hemmisi salamet çıkıp gidiyordu. Zahat 1. İmam Buxoriy ve İmam Muslim rivayeti. İsmi Azam. Allah Teala'nın İsmi Azam en ulug' isim deydigan ismi var mı yoki yo'q mu degan masala ustida ixtiloflashgan bo'lib, ba'zi ulamolar Allah Teala'nın ismi Azam deydigan birer ismi yo'qdir deb qaraydi. Mufassirlarning peshvosi Allami ibn Jarir Tabari, Allami ibn Hibban, İmam Baqilani qatorliq ulamolar mundaq deydi. Allah Teala'nın ismi Azam deydigan ismi yo'qdir. Çünkü Allah Teala'nın isimlerinin ve sübetlerinin hemmisi güzel, hemmisi ulug'dur. Ular bir-biridan farqlanmaydi. Ularni bir-biridan ayırıp qarashga bo'lmaydi. Ama ko'p sonliq ulamolar Allah Teala'nın ismi Azam deb ismi bar deb qaraydi. Ular bu haqda kelgan tövendeki hadislerini nakıl kılıdı. Burayda İbni Husayb raziyallahu anhu'dan rivayet kılınıdı ki, Peygamber aleyhisselam bir adamın "Ey Allah, fazil kerimini tilayman. Hakikaten senden başka hakiki ilah yoktur. Sen hemme sana muhtaç bolgan, perzentlik bolmagan, tug'ilmagan, hech kim sana tengdosh bo'lmaydigan yakki yegona ilahsan deb duo qilayotganligini anglab qilib mundaq dedi. Allah Teala'nın nomi bilan qasam qilamanki, bu odam uning bilan nima tilasa beriladigan, uning bilan qilgan duolar ijobat bo'ladigan ismi Azam, Allah'ning eng ulug' ismi bilan duo qildi. Anas ibn Malik raziyallahu anhu'dan rivayet kılınıdı ki, bir adam, "Ey Allah, fazli kerimini tilayman. Barcha hamdu sana xosdir. Senden başka hakiki ilah yoktur. Sen nihayeti şefkatlik ve kuyumchansan. Köp ihsan kılgıçsan. Asmanlarni ve ziminni örneksiz yaratkan zatsan. Azimatlik ve keremlik ilahim. Hamisha tirik bo'lg'uchi. Osmonlarning ve ziminning ishlarini idora qilib turg'uchi Rabbim. Senden hojatlarimni tilayman deb duo qilyapti. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda bu odam uni o'qib, nima tilasa beriladigan va duolar ijobat bo'ladigan ismi Azam bilan duo qildi dedi. Izohat
Birinchi, İmam Tirmizi ve İbn Maciye rivayeti. İkinci, İmam Ahmed rivayeti. Yuqorqi hadislar ismi azam to'g'risida kelgan eng ishonchli hadislar bo'lib, Alloh taolaning ismi azam degan ismining borligini isbotlaydi. İsmi azam qaysi? Ba'zi ulamolar Alloh taolaning Allah degan muborak ismini ismi azam deb qaraydi. Chunki Alloh taolaning barliq ismlari mushu ismga ergishidir. Masalan, qo'shtirnoq ichida deganga o'xshash. Yani ba'zi ulamolar banda Alloh taologa butun vujudi bilan berilib duo qilgan vaqtida Alloh taolaning qaysi ismini shapi keltirib duo qilgan bo'lsa, ashu ismi azamdir deb qaraydi. Bu İmam Ja'far Sodiq, Junayd qatorliq ulamolardan naql qilingan. Bu masaladagi eng kuchli qarash. Ko'p sonliq ulamolar yuqorqi ikki hadisda kelgan duolarni ismi azam deb qaraydi. Ashu ikki duoning qaysi birini qilgan odam Alloh taolaning eng ulug' ismi bo'lgan ismi azam bilan duo qilgan bo'ladi. Duoning ijobat bo'lishi uchun duo qilguvchining yemak-ichmakining haloldan bo'lishidan boshqa yana uning duoda samimiy bo'lishi, ahli, fikri, hissiyoti va butun vujudi Alloh taolo bilan bo'lishi shartdir. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlar Allohga duo qilguninglarda uning ijobat bo'lishiga ishongan holda qilinglar. Bilinglarki, Alloh g'aflatdagi parvosiz kishining duosini ijobat qilmaydi deb ko'rsatgan. Izohat. Birinchi, Tirmizi rivoyati. Alloh taolaning go'zal ismlari. Allah. Allah barcha koinotning egisi. Bütün mahluqotning yegani ilahi. İbadet qilinishga tamamen loyiq bo'lgan, barcha mavjudot ixtiyoriy va ixtiyorsiz uningga bo'ysunadigan, mu'minlar uningga bosh egib ruku qiladigan, yelinib sajda qiladigan va har turli ibodatlarni qiladigan, o'zining yegani ilohligiga loyiq sifatlarning hammasiga ega bo'lgan ma'bud barhaqning xos ismi. Allah degan ism tirnoq ichidagi degan so'z yiltizdan chiqqan bo'lib, lug'atda tirnoq ichida ya'ni ma'bud, ibodat qilinguvchi degan ma'noni bildiradi. Allah degan ism Alloh taolaning barcha ism va sifatlarining beshida keladigan ism bo'lib, hammasi uningga ergishidir. Masalan, qo'shtirnoq ichidagi degan oyatlarga o'xshash. Allah degan ism alif, lam, a qatorliq 3 harfdan tarkib topgan bo'lib, bu harflar nihoyat o'ng'ay talaffuz qilinganligi uchun yumshoq harflar deb ataladi. Ular har qanday millatning va har qanday kichik bolaning tiliga qat'iy qiyin kelmaydigan nihoyat yenik harflardir. Shunga har kim Allah degan ismni o'ng'ayli ayta oladi. Allah har qanday odam la ilaha illalloh deb islomga kirishda va har qanday mu'min Allahu akbar deb namozini boshlashda aytadigan birinchi kalimadir. Allah degan ism Qur'oni Karimda va hadislarda eng ko'p kelgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning tiliga joriy bo'lgan eng mashhur ismdir. Qur'oni Karimda Alloh taolaning Allah degan muborak ismi 2000 dan ko'proq o'rinda kelgan va 33 oyat bu ism bilan boshlangan. Allah degan ismning ma'nosi qalblarda ulug'lanadigan, ko'ngillar talpinadigan,
uni yod etish bilan dillar aram topadigan, barcha mahluqot cho'ng kichik har qanday ishlarida muhtoj bo'ladigan yakki yagona ma'bud deganlikdir. Allah degan bu ulug' ism, mushu ulug' ismning egisi bo'lgan Allah Taologa har bir insonning to'lib toshgan sevgi, muhabbat, voyaga yetgan ulug'lash va chin qalbidan talpinish bilan yuzlanishini taqozo qiladi. Chunki hamma uningga muhtojdir. Allah Taolo barcha mehr muhabbatning, kuch-quvvatning va jimi yaxshilikning birdan bir manbasidir. Allah müminler ibadatlarida ve kündelik hayatida eg'izidan qat'iy tushirmaydigan, uningdan ruhi ozuq oladigan, uning bilan ko'nglini aram topqizdigan ism bo'lgandek, har qanday inson beshiga eg'ir kunlar kelgan, halokat girdobiga berib qolgan, dunyoning sabab va choralari qarg'a kelmagan va hammadan umidi uzilgan chog'da chin qalb qotlaridan chiqarib Allah deb iltijo qiladigan birdan bir ismdir. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chog'larda dinni Allohga xos qilgan holda uningga chin ixlosi bilan iltijo qiladi. Izohat. Ankabut surasi 65-oyat. Ar-Rahman. Allah Taoloning Ar-Rahman degan ismi Qur'oni Karimda 75 o'rinda kelgan. Qo'shtirnoq ichida qatorliq oyatlar buningdan jumlasidandir. Ar-Rahman Allah Taoloning bandalarga rahim shafqat qiladiganligini ifodalaydigan, rahim shafqatining barcha mahluqotiga umum ve şamil ekanligiga dalolat qiladigan ismdir. Bu Allah Taoloning xos ismi bo'lib, bu ism Allah Taolodan boshqasiga qat'iy ishlatilmaydi. Izohat. 2. Rahman surasi 1 ve 3 oyatlar. 3. Taha surasi 5 oyat. Ar-Rahim. Ar-Rahim Qur'oni Karimning qo'shtirnoq ichida qatorliq oyatlarda 114 o'rinda kelgan. Ar-Rahim Allah Taoloning sifati bo'lib, mu'minlarga bu dunyo va oxiratda rahim shafqat qilguvchi ekanligini ifodalaydi. Allah Taoloning mu'minlarni bu dunyoda islomga hidoyat qilganligi va oxiratda jannat bilan mukofotlaydiganligi uning Ar-Rahim degan sifatining taqozzosidir. Ulamolar mundaq deydi. Allah Taoloning Ar-Rahim degan ismi bilan qo'shtirnoq ichidagi degan sifati o'ttirsidagi farq shuki, qo'shtirnoq ichidagi Allah Taoloning zotiga qartilgan ismlardan biridir. Yani qo'shtirnoq ichidagi uning ish faoliyatlarini ifodalaydigan sifatdir. Izohat. Baqara surasi 143-oyat. 2. Maide surasi 39-oyat. 3. Allama Muhammed Ratib Nablisining namliq asri 24-bet. Al-Afuv. Al-Afuv Qur'oni Karimda 5 o'rinda kelgan. Qo'shtirnoq ichidagi qatorliqlardan iborat. Allah Taoloning Al-Afuv degan ismi uning jazoga tegishlik bo'lganlarni jazolamasdan, ularning gunohlarini o'chirguchi, xatoliklarni kechirguchi, jazodan afu qilguchi ekanligini bildirdi. Izohat. 1. Nisa surasi 43-oyat. 2. Nisa surasi 149-oyat. Mikrofon oldida Qaraxon.